Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Men hozir ana bu denizli gullarimni ko'rishga keldim. Ekkandim-ku sizlar bilan birga. Eslaringizgami? Hozir men sizlar bilan birga ko'raman, lekin o'zim ko'rganim yo'q holi. Tomir qilgan o'sha qizlar ana. Ko'rinmayapti uncha sizlarga, lekin tomirchasi bor, juda ham kichkina, lekin bor. Ana bo'ji, bo'ji bunaqa chiqaribdi. Bunisini ham ko'ramiz. Qani tomirchasi bor, lekin juda ham kichkina qizlar. Juda kichkina. Qaytib joyiga tiqib qo'yamiz. O'zgarishlar bor, lekin ustidan bu denizni shunday biyor gulda yerga suqib qo'ysangiz o'zi ma'lum bir vaqt davomida yerga ekkanimga hech qancha ham bo'lmadi-da, 3 kun, 4 kun. 4-kunmi bugun shunaqa tomircha qilibdi, asta qilibdi qizlar. Uncha ham ko'p emas. Ana bu yerga kalanqo'ya gulini ekkan edim, suqib qo'ygan edim. Cherinka qilib qizlar, lekin joyi soyalik qildi, buni joyi soyalik qildi. Bu shu payt gullab ketish kerak edi-da, gullagan yo'q. Mana butonlari bor, butonlar yo'q emas. O'zgarish bor, yangi. Mana bular yangi chiqargan. Mana bu tarafga ham uncha gullamagan bo'lsa ham, mana bir ikkita butoncha qilgan-u, nima? Shoxchalar chiqaribdi. Lekin bizga bu shoxchalarimiz gullashi kerak edi. Nimaga gullamadi desangiz, joyi sovuqlik qilgan, o'rgimchak kirib oldi shunday. Joyi nima? Salqinlik qilgan. Oftob tushmaydi. Mana bu denizning o'sganini qarang. Buram chiroyli bo'lib o'sgan bu denizni. Soyani juda ham yaxshi ko'radi-da bu denizni. Denizning joyi, lekin kalanqo'yani joyi emas ekan bu yer qizlar. Shunaqa. Ashibga ham bo'lib turadi, bo'lmaydi emas. Ana bu yerga men nima qildim? Ana bunaqa gul borku, fioletoviy ochiladigan, tepaga chiqib ketadi. Ana ip tortganman qizlar. Ko'rinyaptimi sizlarga? Ip tortganman. Mana bittasi mana bu juda ham zo'r bo'lgan. Lekin mana bilan ketirib qolganim uchun holi bular inni. 2-3 kun ichiga shunaqa natija berib ketdi. Yomon emas, lekin qizlar 2-3 kunga. Mana bu o'zi bor edi. Mana buni ham ketirib qurdim, lekin bu ham yaxshi o'sdi. Juda ham yaxshi o'sdi bu ham. Mana buni qarang. Qalin bo'lib o'sibdi bu. Mana o'sgan nima? Tepadan kelgan shoxachalarni aylantirib qo'ysak, bu ham aylanib ketaveradi. Ana bunaqa yangi chiqqanlari bor-ku, shuni aylantirib qo'yamiz qizlar. Shu bilan aylanib ketadi bu ham. Tepaga qarab chiqib ketadi. Gullar tezlikdan o'zgarishlar bo'libdi. Nima? Yozligi sezilibdi qizlar. Ana. Juda ham baland bo'lib o'sibdi. Ana bu nastursiy gulim. Olov rang ekan bu. Bunisi juda ham chiroyli rang ekan. Sariq, och sariqmisam yo'q, olov rang sariq ekan. O'sha g'unchalar qilgan. G'unchachasini qarang bu. Nastursiy bu. Nastursiy guli. Ana shu gulni nimaligini bilmadim, lekin qizlar. Bilmadim nima. Ana shuni nima ekanligini bilmadim. Mana buni qarang. Tagidan yutib tashlaymiz endi buni. Nima? Qayerlagadir zarpechak, qayerlagadir achig'ich deydi. Bizga achig'ich deydi. Qayerlagadir zarpechak.
yana sariq o't deydimi, yana bir nimalar deydi buni. Shunaqa. Nima? Ana bular. Nastursiyni mana bu rangidan. Rangini chiroyligan qarang. Shuni doim ko'rsataman, shu rangi chiroyli deb yoqadi, voyinni svetli bargchalari. Begoniya gulimni chiqarganimga qizlar kommentariyalar kelgan, savollarga javob beraman dedim. Men yozinglar dedim o'zim. Shunaqa ham begoniya bo'ladimi? Buncha chiroyli bunaqa begoniya bizaga bargi gulikam deb yozibdilar. Endi buni sortiga bog'liqda. Keyin yana kimdir yozibdi. To'g'risi hozir otlarni otmovdi bilmayman. Mana buni qarang. Och sariq ekan bu. Och sariq. Nima? Otlarni otmovdi bilmayman. Nima? Bu piyozchadan ko'paytiriladi. Piyozchasi bormi? Begoniyani debdilar. Bilmadim, lekin begoniyani yaqinga olganman. Shu 20 kunlab bo'ladi olganimizga. Uni ham olgan kunim men video qo'yganman. Videomni ko'ring. Nima? Piyozchasiniki bilmadim, lekin men shunday o'sgan tanachasidan shunday sindirib shuni suqib qo'yganman. Endi 15 kun bo'ldi. Suqib qo'yganimga ham tomir qilganmi yo'qmi bilmadim. Men tomirni ko'rmadim, lekin chiroyli bargchalari bir 2-3 ta g'uj bargcha chiqibdi qizlar. G'uj biram chiroyli bargchalarini qo'yaverasizlar endi. Mana bularni o'rab qo'yay. O'sish tezlashadi. Shu uchun men begoniyani piyozchasini ko'rmadim. Uni shunday pasatkada qilib olib qo'ydik, tomirini ochmadim. Shunday katta tuvakka shunday oldik. Shunday tuprog'ini buzmasdan qo'ydim qizlar. Bilmadim, lekin piyozchasi yo'q deb o'ylayman men. Men ko'rmadim begoniyani piyozchasini. Yana qanaqa savol? Bu qanaqa sorti begoniyani debdilar. Bu begoniyani eliatura degan sorti. Begoniya eliatura deb yozsalaringiz chiqadi qizlar. Nima? Ko'pincha men buni rusishni bloglarga ko'raman-da. Ko'pincha men bironta aholi o'zimizga ko'rmadim, lekin begoniya eliaturani ko'rmadim. Ko'rdim rusishni bloglarga ko'rdim ko'pincha eliaturani. Sortlarini, ranglari juda ham chiroyli ranglari bor ekan qizlar. Shunaqangi chiroylini qo'yaverasizlar. Havasim ketdi. Yana begoniyani juda ham yaxshi ko'raman. Keyin yana oddiy gul begoniya bilan ana buni yaxshi ko'raman. Giranni yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman giranni, begoniyani. Qimmatligi uchun emas, nimagadir ko'nglim tushgan shularga. Lekin mana azaliya emas, kameliya emas, begoniyani yaxshi ko'raman. Begoniya bilan borib qanaqa gul olasan deganga ham begoniya olaman degandim. Keyin shunaqa qizlar o'sha begoniyani olib kelganman. Ko'p uzoq vaqt bo'lmadi hali qizlar. Uni nima qilganimga, lekin chirinkacham biram o'sopdinni, biram chiroyli bo'lgan. Endi u soatlab gapirib o'tirgim keladi sizlar bilan u chirinkacham to'g'risiga. Juda ham chiroyli bo'lib o'sopdi u chirinkacham, begoniyani chirinkasi. Shunaqa ma'lumotlar begoniya to'g'risidagi, gulim to'g'risidagi ma'lumotlarim shulardan iborat qizlar. Ana denizlar hali uncha tomir qilmagan ko'rdingizlar. Ana bularım juda ham chiroyli bo'lib o'sibdi. O'zgarishlar bular juda chiroyli bo'lgan. Mana hali ochilmagan, lekin ochiladi, tez kunlarga ochilib ketadi hammasi. Ana bu qalanxoyacham mana ochilmoqchi bo'lib turibdi. Ana bu denizning mana shuni ko'rsataman sizlarga. Ana tomirchasi. Tomir qilgan yerga tez tomir qiladi. Mana bu. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Lekin o'sishi ham tez yerga.
qaytib joyiga qo'ydim. Ana qarang. Ana shuni ham suqib qo'yganman-da endi. Nima deganman? Nobud bo'lmasin degan. Ana tomircha qilgan bu ham. Ana tomirchasini ko'rdingizlarmi? Mana bu yerda ko'rindi. Tomircha qilgan. Shunaqa ma'lumotlar. Biror nimalar qiziq bo'lsa yozinglar qizlar. Sog' salomat bo'linglar. Kommentariyalar uchun juda ham xursandman. Layklar bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Podpiska bo'lib qo'yinglar qizlar. Sog' salomat bo'lasizlar.